Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, muxlislarimiz, Cherry AD Masterning Navoiy filialini kuzatib boruvchilari. Sizlarga bugun mega aksiya, ya'ni eng qaynoq yangiliklar haqida xabar beramiz. Undan oldin avtosalonimizdagi avtomobillar haqida qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, aynan Tiggo 8 Pro Max haqida gaplashamiz. Xo'p, Tiggo 8 Pro Max avtomobilimiz Cherry oilasida eng katta avtomobil hisoblanadi. Hajmi hamda gabariti bo'yicha undan tashqari eng yuragi baquvvat, ya'ni motori katta avtomobillardan bittasi hisoblanadi. 2 turbina motor bilan jihozlangan 245 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Xo'p, tashqi ko'rinishda tepasida o'sha o'zimizni o'zbeklar uchun juda ham ko'p beriladigan savollar, ya'ni lyuki bormi yoki panoramni bo'lib chiqadimi degan savollarimizga javoban, ya'ni panorama tom bilan jihozlangan bo'ladi. Faralari LED yonadigan matritsalik bo'ladi. Burilgan paytda 15 gradusgacha o'zingiz bilan qo'shilib buriladi. Undan tashqari mana shunaqa keng radiator oblisovkasi bo'ladi hamda 360 kameraning oldi qismi, ya'ni oldiga yurgan paytda to'siqlarni sezadi, xavfni 360 kameraning oldi qismi yonadi. Undan tashqari, xo'p, gabarit katta bo'lganlik hisobiga mana bu yerda parktroniklarimiz bor, ya'ni parktroniklarimiz oldinga haydagan paytda signal chalib ogohlantiradi. Mashinamiz Euro 6 standart bo'lganligi uchun inson xavfsizligi uchun yaratilgan bo'ladi. O'shani hisobiga mana pastida lidarimiz bor, ya'ni o'zidan oldingi mashinaga moslashadi hamda avto stop funksiyasini ishga tushirib beradigan qurilmamiz bo'ladi. 3 metr, 5 metr, 7 metr rastoriyada o'zini o'zi to'xtata biladi. Xo'p, hadovoy qismiga keladigan bo'lsak, diskalarimiz 19 razmerda, diskoviy tormozli sistemada, ya'ni supportlik bo'ladi. Bunda ventilyorli tormoz sistema shamollatib beruvchi hisoblanadi. Xo'p, materialiga keladigan bo'lsak, mashinamiz atsinkovkadan qilingan bo'ladi. To'liqligicha shum izolyatsiya holatida. Boya aytganimdek 360 kameramiz mavjud. Ya'ni o'ng qismida ham xuddi shunaqa. Hop, hamda slipoy zona. Slipoy zonamizning vazifasi mashinamizni oldidan yoki orqa tomondan xavfni sezib, sizni ogohlantiradi, qizil yonadi. Agar juda ham xavf yaqin bo'ladigan bo'lsa, signal chalib ham ogohlantirib turadi. Hop. Bu avtomobilimizga oldindan ta'kidlab o'tamiz, 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonimiz 95% koja elementlardan tikilgan bo'ladi. Torpeda qismi yumshoq plastik bo'ladi. Monitorimiz splashnoy, ya'ni ikkita monitor bittaga qo'yilgan bo'ladi. Hop, klimat kontrol, ikkita zonalik, besprovодная zaryadka, bar охлаждение hamda 6 ta rejimda yurib biladigan avtomobil hisoblanadi. Hop, passajir o'rindig'i haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni bu yoqda sideniyamiz elektron ligirovkada 8 tomonga hamda massaj sideniyamiz bor. Undan tashqari atamankamiz bo'ladi. Ya'ni bu deyarli kapitanskiy kreslo bo'la oladi hamda yotqizgan paytingiz uzoq yo'lda mazza qilib yurasiz. Mana bu yerda xrom detallardan qilingan oynalarimizda detskiy rejimlari bor, ya'ni oyna ko'targan paytda qo'llar qisib qolmaydi. Xo'p, Mercedes fasonda eshik kartalari qilingan bo'ladi. Burmester akustikasiga o'xshadigan pushalkani o'rniga mana shunaqa ramka tashab ketilgan, ya'ni kolonka uchun. Xo'p, Sony akustika bilan jihozlangan bo'ladi. Bunda 8 ta kolonkamiz hamda bitta subwooferimiz o'zi bilan birga bo'ladi. Eshiklarda polodavodchilarimiz bor. Yopgan payti katta kuch talab etilmaydi. Xo'p, orqa o'rindiq haqida gapiradigan bo'lsak, orqa tomoni ham ancha keng. Yo'q, bismillah. Ya'ni 180-190 bo'y bilan bemalol o'tirganda qisilmaydi. Orqa tomonda ham deflektorlarimiz bor, konditsionerda havosi kelib turadi hamda orqa o'rindiqlarimiz abagiriflik bo'lib chiqadi. Telefon zaryadkiga qo'yish uchun ikki xil razyom, USB hamda Type-C razyom tashab ketilgan. Xo'p, eshik kartalarimiz orqachasida ham kojadan bo'ladi, bo'yoqlari ham xrom detallar bilan qilingan hamda zavodskiy kuydirilgan oynalar bilan keladi. 3 kishilik bo'ladi, 3-qatori ham bor. Orqa chastidan qaraydigan bo'lsak, to'liq yonadigan monoqosh, hozir urf bo'lgan. Undan tashqari orqa parktroniklarimiz, bu 8 Pro Max bo'lganlik hisobiga bunda выхлопной sistemada 4 ta glushtir bo'ladi, ya'ni sportivniy dizaynga ega bo'ladi. Xo'p, tepa tomonida mana shunaqa tormoz chiroqlari yonib turadigan bo'ladi. Undan tashqari bak obyomi, ya'ni bakimiz 57 litrda tashkillashtiradi. Benzinni sarfi 2 turbina bo'lishiga qaramasdan, trassada yurganda, ya'ni uzoq yo'lga yurgan paytingiz o'rtacha 7-7,5 litr, shahar sharoitida maksimal 10 litrgacha benzin rasxod qiladi. Xo'p, haydovchi o'rindig'i haqida gapiradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, 3 ta haydovchiga moslashgan pamyat sideniyamiz bor. Undan tashqari detskiy rejimimiz bo'ladi, ya'ni mashina 20 tezlikdan oshgandan keyin avtomatik eshiklar blokirovka bo'ladi.
oynalarda elektron ligirovkasi bu tomondan, hamma oynalarda ko'tarib tushishi xrom detallar bilan jihozlangan bo'ladi. Multifunksiyonalni rul. Chap tarafi cruise control hamda bortovoy kompyuterda upravleniyasi, o'ng tomonda multimediani boshqarib tursangiz bo'ladi. Hamda rul obogref ham o'ng tomonga joylashgan bo'ladi. Head-up displeyimiz bor. Head-up display monitordagi ma'lumotlarni proyeksiya qilib, logoy oynamizga ko'rsatib turadi. Bunda o'zida zavodskiy video registratorlarigacha bo'ladi. Oynalar obogreflik, ya'ni spirallik bo'lib keladi. Bemalol qishki kuni yurgan payti oynalar agar juda ham qattiq sovuq bo'ladigan bo'lsa, muzlab qolmaydi, ya'ni dvorniklar muzlab qolmaydi, oyna eritib beradi. Suv sepadigan farsunkalarimizgacha qizdirib beradigan bo'ladi. Kapot ostiga nazar soladigan bo'lsak, Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan 2 turbinali motor bo'ladi. 245 ta ot kuchida keladi. Bu motorimizga boya ham aytib o'tdik, 7 yil garantiya yoki 200 ming kilometrgacha bo'ladi. Servis garantiyasi, ya'ni zavod tomonidan berilgan garantiyasi. Xo'p, endi videoni boshida gapirib o'tdik aksiyalar hamda yangiliklar haqida. Eshitgan bo'lishingiz mumkin, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Oktyabr oyida bizning respublika bo'yicha Chery ishlab chiqaruvchilar, ya'ni Chery dilerlarida bepul gaz balon o'rnatib berish aksiyasi bo'ldi. Ko'pchiliklarda o'sha kommentariyalarda belgilanganda biz ulgurmay qoldik, davom ettiraylik yoki bo'lmasa yana bo'lsin deganlarning talablariga muvofiq hozir o'sha aksiyamiz davom etyapti. Ya'ni 8 Pro Max avtomobilni xarid qilganlarga bepul gaz balon, ya'ni propan gaz baloni o'rnatib beriladi. Hamda o'sha o'rnatib berilgan gaz balonimiz zavod tomonidan ishlab chiqaruvchi bergan garantiyasi saqlanib qolgan holatda bo'ladi. Undan tashqari mashinamizni xarid qiladigan payti 25 million so'mlik foyda ham saqlanib turibdi. Ya'ni mashinamiz tan narxi 480 million 900 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, siz avtosalonimizga kelib bu avtomobilni 455 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz hamda propan gaz baloni o'rnatib olishingiz, bepul mutlaqo o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aksiyamiz muddati chegaralangan, aniqroq soni chegaralangan bo'ladi. Ulgurib qolishga harakat qilinglar. Sababi bunaqa imkoniyatni qo'ldan chiqarmayman degan muxlislarimiz juda ko'p va ularning barchasini biz avtosalonimizda kutib qolamiz.